Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana o'zimizni Yangiobod qishlog'iga tog'amizga velosipedlarni yetkazib berdik. Tog'a velosipedini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qanday yaxshimi? Rahmat. Sizlar meni Alloh razı olsun. Ulg'ayganimda yolg'ongan bo'lmaydi mana. Bugun hamma yoq joyida, sveti bor. Yengil, Allohga behisob shukr. Tog'am o'g'lingiz ro'zaga sizga sovg'a qilishdi, o'g'lingiz duo qilib musofirda ekan. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Ro'za kunlarida talabalarga, bolalarga chiroyli qilib, duo qilib o'g'lingizni berasiz. Xudo xolasa. O'g'lingiz ham musofirliklarda ekan. Allohga omonat ko'p qatorida. Eson-omon ashu joylarda Meni yo'qlabdi, uni Alloh yo'qlasin. Bir duo qiling tog'a. Alloh ishlarni o'zlasa. Alloh ulg'ayganimda o'zlariga hamisha yaxshilik taqsimon etsin. Yana shukr qatorni xato olmasan, turkiy siyosiy Alloh nasib barchamizga. Allohu akbar. Alloh razı olsun. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xohlasa sizlarga ham velosipedlarni chiroyli qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Vodiy bo'yicha o'zim olib borib beraman Velilayinda, Toshkent va tomonlarga dastavka asosida chiqarib yuboraman. Vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul. Toshkent va tomonlarga kelishuv asosida murojaat qilinglar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska hech narsa chiqmas. Alloh razı olsun.